Türkistan da mına 2020 yılının Borak kampaniyasına kelip jetdik. Men de 20 yılga yaqin rayon yetakchisi bo'lib ishlayman. Olay aybat kelgan yıl bik sirek, bir-iki gine bo'ldi. Bu yıl bik aybat keldi. Yıl eginchilik için. Çünkü yağmurda vaqtında yağdı, quyoshda vaqtında chiqdi. Shunga ko'ra Alloh bersa biz bu yıl davaz bik zo'r Mo'sh rayonimiz bo'yicha mana shu eginchi degan ismga bu yilda biz mexanizatorlarimiz eginchilarimiz topshirmadi. Alloh bersa eson bo'lsak, aybatga nasib olsak 80 ming 200 ming tonna bulay jeyimiz yeb oluruz deb biz planlashtiramiz. Birgina xo'jalikda menim Asıl abaytasım kelmiyor çünkü real biz her bir xo'jalikda 80 sentnerli, 100 sentnerli o'mush beradigan mas'ullar var bu yıl. Asıl yılda ona göre esenliğimin nasip alırız. Biz yıl sayın bir qar kuni o'tkazamiz çünkü qo'shandir 25 sentner o'mush olgan bizde Salnikov Aleksandr var, ana xizmat görevi berganlar edi. Bugün indi Sretni rayoni 45 sentner bizni şoqqattırmaydı deb aytalik kerak. Men aytib bitdim. Real 100 sentner 80 sentner o'mush beradigan mas'ullar var. Shunga ko'ra fandan boshqa, hisoblardan boshqa, texnologiyadan boshqa bunday o'mushga erishib bo'lmaydi. Shunga har vaqt buni eginchilarimizni, mexanizatorlar, bilgichlarimizni biz o'qitirga, ko'rsatirga, nindi fan yangiliklar var, sort ülkesinde nindi texnologiyalar var, nindi texnikalar var. Bu iter biz bir operatsiyalarni boshqara olmaydik, texnika yo'q edi. Shunga ko'ra ularni har yil sayin biz bir xo'jalikda delankalar shashib, motor itib 40 kuni o'tkazamiz. Bu bizning tradisiyamiz. Ya'ni u boshqa xo'jaligida, mana bu yil Toshkent xo'jaligida, kelasi yilga ta'mir xo'jaligini hazırlaymiz. Bu bizning kelajakda da olib boriladigan traditsion ishimiz deb aytalik.